Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar, bizni kuzatuvchilar. Biz sizlarga yana bir Surxondaryodagi yangi inshoot, yangi bir maskan haqida ko'ryapmiz. Ko'ryapsizmi? Mana shu biz turgan bor yo'li, mana shu ko'prik deymizmi, osma ko'prik deymizmi, bu 100 metrni tashkil etadi. 100 metrlik ko'prik tugagandan keyin ana tepaga yana 120 metrlik yana tepaga litsitsa ketadi, narvon ketadi. O'sha narvonning qayerdagi bir 40 metrlar yurganingizdan keyin kichik bir mana odamlar turadigan joy bor. U yerda turadi, keyin nargi tomonda 120 metrlik metrinchi joyda o'sha kanatli daroga deydi, o'sha dor yo'llari qo'yiladigan, bu tomonga odamlar sayohat qilib o'sha tepadan boradigan mana joy qilingan va bu hozirlik ko'rilyapti bunga. Yana bir asosiy mana shu atrofdagi ko'ryapsizlarmi? Umumiy ovqatlanish kichkinagina shoxobchalar bo'ladi. Mana orqa tomonda domiklar deymiz-ku, kichkina uychalar bor. U yerda odamlarimiz maza qilib dam olishadilar. Bugun Surxondaryo viloyatining Xonjiza qishlog'idagi bu Xonjiza seti deb ataladigan maskan, odamlar dam olishi, ularning hordiq chiqarishi, bolalari bilan kelib maza qilib mana shu yerda kayfiyatlarini ko'tarib ketishi. Eng asosiysi bu yerdagi nihoyatda chiroyli havodan to'yib nafas olish kerak. Bugun kelish kerak. Mana shunaqa tabiatning oshda bir musaffo havosidan nafas olish kerak, maza qilib dam olish kerak. Surxonning mana shunaqa so'lim ko'chalarida aylanish kerak degan bir fikrni sizlarga aytgani keldik. Albatta hali to'liq qurilib bitgani yo'q. 10-15 kun ichida bitadi deyishyapti. Bu yerda juda ko'plab ustalar ishlayapti. Turli xil mana bu yerlarda yon atroflarda cho'miladigan cho'milish halqalari qurilyapti. Bolalaringiz bilan kelib maza qilib dam olishlaringizni ko'rib, yana sizlarga ham nimadir ilindiksa shuning uchun aytdik. Kelinglar, tomosha qilinglar, maza qilib mana shu Xonjiza setida yarim soat vaqtingizni maroqli o'tkazsangiz o'zi ham katta gap deb o'ylayman. Jo'rabek Tursunov, Zafar Bekjonov, Surxondaryo.